Tarixiy xonimga keldik. 40 yildan beri qilishar ekan. Abdullohning xonimi dedingizmi? Abdullohning. Mana katta nech pul mana shu turishi mana shu kattasi. Bittasi 15 ming so'm ekan. Xamirlarni ili yoki ili. Ko'ryapsizlarmi? Bu ani italiyaliklar lazanasi bilan maqtanadi, bizanikilar xonim urib qo'yadi luboyini. Kes meningcha qani ozgina. Qani, shuna qo'llab o'raman. Ya, normalniy. Bizaniki anaqa Jaydarinskiy. Xonim lekin xudo xolasa qanaqa olib ketaversin, zo'rmi? Zo'r. Yaxshi. Xamir yaxshi ekan. Toshkentda hamma yog'ida xonimi har xil bo'ladi. Deb ko'ringlar, lekin rostdan yaxshi ekan, bor gap yo'q. Hozir Chig'atoyga Noib opamlarning xonimlarini ko'rgani keldik. Qani ko'ramiz hozir. Nech puldan sotib bu xonimlarni? Mana bitta listi 15 ming, ha? Ha, yo'q, yaxshi narx ekan. Bitta listi 15 ming. Ko'proq olganligi mana xamirlar 25 ming. Ha, voy. Bu zo'r ekan. Ha, katta bo'lar ekan-da. Chorsini xonimi kichkina bo'ladi, 6 ming so'mdan. Bu katta bo'lar ekan 15 ming. Lekin o'sha xonimdan 3 ta 4 ta chiqadi bu. Gap yo'q. Noib opamlarning xonimlarini zakaz qilsanglar, dastavka qilib berasiz? Ha, qilib beraman. Shunaqa, kelaveringlar.